Assalomu alaykum, hurmatli brifing ishtirokchilari. Bugun 2025-yildagi qurilish sohasidagi asosiy ko'rsatkichlar va ularga erishilgan natijalar hamda aholining qiynab kelayotgan murojaatlari va ularga yechimlari to'g'risida ma'lumot berib o'taman. 25-yil Yangiyer shahrida jami 22 milliard 781 million jami investitsiya mablag'i o'zlashtirilgan bo'lib, unda asosan Davlatobod mahallasidagi nogironlar uchun 1-2 kilometr nogironlar yo'lakchalari qurildi. Ma'rifat mahallasidagi 9 sonli maktabgacha ta'lim binosi mukammal ta'mirdan chiqdi. Shukrona mahallasidagi 11 sonli maktabgacha ta'lim muassasasi eski binosi demontaj bo'lib, yangi bino qurib bugungi kunda foydalanishga topshirildi. Fazilat mahallasidagi Barkamol avlod binosi to'liq rekonstruksiyadan chiqib, bugungi kunda xodimlar uchun yangi zamonaviy ko'rinishga keltirildi va foydalanishga topshirildi. Yangiyer shahridagi sport maktabi binosini ta'mirlash va akademik eshkak ish bazasini rekonstruksiya qilish ishlari pudratchi tomonidan to'liq ishlar amalga oshirilib, bugungi kunda foydalanishga qabul qilindi. Yangiyer shahar mudofaa ishlari binosini ma'muriy binosi birinchi etapda quruvchi Servis Mobil MCH tomonidan u ham rekonstruksiyaga tushgan, bugungi kunda foydalanishga topshirilgan. Jomiy mahallasida Yangi O'zbekiston massividagi 50 ta ko'p qavatli uyimizda sug'orish, obodonlashtirish hamda ko'kalamzorlashtirish ishlari bo'yicha hozirgi kunda ishlar 90-95% ga bajarilib kelinmoqda. Asosiy ko'rsatkichimizdan bu Yangiyer shahridagi Jomiy mahallasida joylashgan Yangi O'zbekiston massivida qad rostlagan 50 ta ko'p qavatli uy bo'yicha ma'lumot bersam, 50 ta ko'p qavatli uydan bugungi kunda 45 tasi qurib, pudratchilar tomonidan foydalanishga topshirilgan. Ushbu massivda o'quv ta'lim yo'nalishi bo'yicha 990 o'rinli maktab hamda 180 o'rinli maktabgacha ta'lim binosi noldan qurilib, bugungi kunda bolajonlar uchun foydalanishga topshirilgan. Shu o'rinda aholidan kelib tushgan murojaatlarga to'xtaladigan bo'lsak, asosan murojaatlarda turlarga bo'lib olsak, yo'l bilan bog'liq, kanalizatsiya bilan bog'liq hamda tungi yoritish chiroqlari bilan bog'liq masalalar ko'proq murojaat kelib tushgan shahar hokimligiga. Yilning boshidan biz buni asosan 4 kilometr 400 3 ta mahalla Temurmalik, Bobur hamda Fazilat mahallasidagi ta'mirga muhtoj bo'lgan ichki ko'chalar tanlab olinib, loyihachi tomonidan loyiha ishlarini bajarib berdi. Bugungi kunda quruvchi tomonidan 95% ga ishlar yakuniga yetkazildi. Undan tashqari kanalizatsiya bo'yicha murojaatlar bor edi. Bu eski kanalizatsiya tizimimizda avariya holatlari ko'p bo'lganligi uchun Davlatobod, Ma'rifat mahallalaridan Suvoqovani qurilish brigadasi tomonidan joyiga chiqib, ushbu murojaatlar o'rganildi hamda ko'p qavatli uy bilan bog'liq kanalizatsiya tizimidagi nosozliklar bartaraf etildi. Ko'p qavatli uyimizdagi tom qismi to'liq xatlovdan o'tkazilib, eng achinarli qish mavsumiga betalofat o'tkazirish uchun shifer hamda falga izol zaxira qilinib, to'liq ta'mirdan chiqardik. Qo'shimcha qilib aytadigan bo'lsak, murojaatlar bo'yicha Jomiy mahallamizdagi ko'p qavatli uyda yashovchi fuqarolar tomonidan murojaatlar juda ko'p haqli e'tirozlarga sabab bo'lganligi sababli viloyatimiz rahbari tomonidan mablag' ajratildi, joyiga chiqib ko'rildi, sayyor qabullar o'tkazildi. Shahar hokimimiz tomonidan aholini talabidan kelib chiqib chora-tadbir ishlab chiqdik. Unga asosan qilgan ishlarimiz bo'yicha bugungi kunda Jomiy mahallasidagi 19, 20, 21 ko'p qavatli uylar pudratchi tomonidan to'liq ta'mirdan chiqarildi. Yo'l bo'yicha murojaatlar tahlil qilinganda jami 4 kilometrdan ortiq yo'l dasturga kiritildi. Bu asosan Bobur mahallasi, Temurmalik mahallasini yangi qurilgan uchastkalari hamda Fazilat mahallasidagi Fazilat ko'chasi bu dasturga kiritildi. Quruvchi tomonidan bugungi kunda Bobur mahallasidagi Hilola, Nafosat, O'zbekiston, Nihol, To'qimachi, Matbuot, Muruvvat,
Labi Hovuz, Shofirkon ko'chalari, Temur Malik mahallasining A va B sektoridagi tuproq ko'chalar asfaltlashtirildi. Undan tashqari Fazilat mahallasidagi asosiy Fazilat ko'chasi 700 metr qismi asfalt qilish uchun bugungi kunda Havas yo'llaridan foydalanish unitar korxonasi tomonidan material zagotovka qilinmoqda. Endi bitum yig'ishlari yaqinda ishlar boshlanadi. Murojaatlarning aksariyati muddat talab qilganligi bois bosqichma-bosqich dasturga qo'yib, shakllantirib amalga oshirilmoqda. E'tiboringiz uchun rahmat.